Farzandingizni qanday qilib bog'chaga tayyorlash kerak? Birinchi o'rinda farzandingiz o'zingiz his qilishingiz kerak, bog'chaga chiqishga tayyormi, yo'qmi? Chunki baribir farzandingiz boshqa bolalar bilan muloqoti ko'proq bo'lishi kerak. Shunda farzandingizni rivojlanishi ham yaxshi bo'ladi. Masalan, farzandingizga ko'proq bog'chadagi o'sha o'yinchoqlari bilan qiziqtirishingiz kerak yoki farzandingizni qiziqishlaridan foydalanishingiz mumkin. Kitobni o'qishga yoki rasm chizishga, o'yinchoqlar bilan o'ynashga nimaga qiziqsa, shundan kelib chiqqan holatda siz bog'chada bo'ladigan vaqt o'tkazishi bilan qiziqtirishingiz mumkin. Farzandingizda mustaqil ko'nikmalarni rivojlantirishingiz kerak. Chunki farzandingiz bog'chaga moslashishi uchun o'zini o'zi boshqarishi kerak. Masalan, ovqatlanishga o'sha qoshiqlarni berib o'rgatishingiz kerak bo'ladi. Kiyimlarni kiydirish, ya'ni farzandingiz o'zi harakat qilib kiyinishi kerak. Bundan tashqari hojatga borishda ham o'zi harakat qilib etib borishi kerak bo'ladi. Farzandingiz bog'chaga chiqqanda ko'p kasal bo'lmasligi uchun birinchi o'rinda ovqat ratsioniga e'tibor qaratishingiz kerak. Shirinliklar, sutli mahsulotlarni kamaytirib, oqsilga boy bo'lgan mahsulotlarni ko'proq berishingiz kerak. Bundan tashqari vitaminlarga boy bo'lgan mahsulotlarni ham iste'mol qilish kerak. Agar farzandingiz immunitet past bo'ladigan bo'lsa, vitaminlardan foydalanib immunitetini ko'tarishingiz kerak. Shunda farzandingiz kam kasal bo'ladi va sog'lom bo'ladi. Farzandingizni bog'chaga ruhiy tayyorlashingiz kerak. Biz farzandlarga hech qachon qo'rqitib muomalada bo'lishimiz kerak emas. Masalan, farzandingizni nimadir bilan qo'rqitsangiz yoki shu narsaga tayyorlasangiz, u bog'chada shu narsadan qo'rqib, u bog'chaga bormasligi ham mumkin. Shuning uchun farzandingizga yaxshi narsalarni aytib, uni ruhiy tayyorlashingiz kerak. Farzandingizni bog'chaga olib borganingizda moslashuv davri keladi. Bunda siz farzandingizni qisqa vaqtga qoldirishingiz kerak. Uni eng yaxshi ko'rgan o'yinchog'i yoki masalan yastig'i bo'lsa, meni farzandimda yastig'i eng yaxshi ko'rgan o'yinchog'i edi. Shuni olib borib birga qoldirishingiz kerak. Shunda u o'zini komfortni his qiladi. Undan tashqari siz o'zingizni yaxshi emotsiyalaringizni ham qoldirishingiz kerak. Farzandingizga to'g'ri tushuntirishingiz kerak, что siz qanchadir muddatdan keyin uni olib ketishingiz va u yangi o'rtoqlar topish kerakligi va ko'proq bolalar bilan o'ynash kerakligini tushuntirishingiz kerak va chiroyli xayrlashishingiz kerak bo'ladi. Farzandingizni berishingizdan oldin bog'chadagi bog'chapalar, nyankalar bilan oldindan suhbat qilishingiz, ya'ni farzandingiz qiziqishlari, u nimalar bilan ko'proq shug'ullanishi, qanday vaqt o'tkazishligi haqida gapirib berishingiz, uni pitaniyalari haqida aytib o'tishingiz kerak, chunki ular shunga qarab farzandingizga mos rejim tuzib berishadi va shu bo'yicha farzandingiz bemalol adaptatsiyasi oson bo'lishi mumkin. Har bir bolani moslashuv jarayoni har xil bo'ladi. Kimdir masalan 1 hafta, 10 kun, 2 haftada moslashishi mumkin. Qaysidir bolalar esa oylab ham moslasha olmaydi. Shu sababli siz ozgina sabrli bo'lishingiz kerak. Farzandingizga har kuni to'g'ri tushuntirishingiz kerak va u bilan ko'proq muloqot qilib vaqt o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Shundagina farzandingiz tez va oson bog'chaga moslashadi. Sizning farzandingiz necha yoshdan bog'chaga chiqqan va qanday moslashgan? Kommentariyada yozib qoldiring.